Xo'jayinim menga shart qo'ydilar. Shart shundan iboratki, shunaqa shirinlik pishirginki, u meni semirtirmasin, mazasi og'zimga yoqsin, kam xarajat bo'lsin va tez tayyor bo'lsin deb shart qo'ydilar. Nima qilishni bilmay internetda titkilab bitta retsept topdim. Xuddi xo'jayinim aytganlaridek, kam xarajat, semirtirmaydigan, og'izga yoqadigan hamda tez tayyor bo'ladigan retsept ekan. Qani Zulfiya gazini bosdim, har doim hamma narsani uddasidan chiqqansan va eplab kelgansan. Buni ham uddasidan chiqqasan deb o'zimga o'zim motivatsiya berib pishirishni boshlab yordim. Retsepti juda ham oson ekan. 3 ta masalliq ketar ekan. 2 ta banan, bitta tuxum va 4 osh qoshiq un. Na yog', na shakar solinar ekan. Masalliqlarni yaxshilab aralashtirib olib, qizib turgan tovada pishirib olinar ekan. Bu galgi retsept asosida pishirgan aladushkilarim menga juda ham yoqdi. Xo'jayinimga ham yoqishi aniq. Har doim nimadir yengillik qilsam, natijasiga o'zim qiziqib ketaman. Miyamda har xil xayol bo'ladi. O'xshirmikan, masalliq uvol bo'lmasmikan degan. Xullas o'rtoqlar, har tomonlama o'ylab, shu shirinlikni ham pishirib oldim. Endi xo'jayinim kelib yeb ko'rsalar bo'ldi. Menimcha shartni uddaladim deb o'ylayman. Endi savol tug'ildi. Bu shartda evaziga nima so'rasam ekan? Agar sizda javob variantlari bo'lsa, kommentga yozib keting. Va sizdan so'nggi iltimosim, bu videoni ko'proq tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ayniqsa dietadaman deydigan tanishlaringizga ayni muddao bo'ladi. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizni sahifamga taklif qilaman.